Assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Navbatdagi uchrashuvimizni boshlaymiz. Bu uchrashuvni o'tkazishning asosiy maqsadi aholini doimiy ish bilan ta'minlash, bandligini ta'minlash yoki tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun bank tomonidan beriladigan moliyaviy ko'maklarni fuqarolarga ko'rsatishdan iborat. Undagi o'sha asosiy bu yo'nalishlarning asosiy negizida oilaning daromad topishi, turmush sharoitining yaxshilanishiga yordam berishdan iborat. Hop, bunda bank nima ish qiladi? Bank o'sha ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash uchun bo'ladigan ko'maklar. Birinchi navbatda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun moliyaviy yordam yoki o'sha bo'sh ish o'rinlariga ish bilan joylashtirishdan iborat. Uchrashuvlarning davomida ko'plab fuqarolarga kredit ajratdik, tadbirkorlikni boshlash uchun yordam berdik, ishlayotganlar bor. Bu yo'nalishlar o'zini samarasini berib kelmoqda va kimga qanaqa moliyaviy yordam kerak, shu bo'yicha taklif va muammolaringiz bo'lsa, bemalol aytsalaringiz, qo'ldan kelgancha birgalashib yechib beramiz. Assalomu alaykum. Men Nurli manzilida yashayman. Salohiddinov Firdavs, moliyaviy yordam berishlaringizni xohlayman. Firdavs aka, Nurli manzil mahalla bizga qaraydi. U mahallada mahalla bankimiz hamda mahalla agentimiz bor. Sizga moliyaviy yordam kredit kerak. Xo'p, nima faoliyat bilan shug'ullanmoqchisiz? Fikrni. Milliy ishlarga bo'ladi. Beramiz aka. Ikkita mahalladagi beriladigan moliyaviy ko'magimiz ikki turga bo'linadi. Ikkita mahsulotimiz bor. Birinchisi biznesga ko'mak, ya'ni 12 milliongacha beramiz. Ikkinchisini kafillik asosida 50 milliongacha mahalla loyihasi mahsulotimiz bor. Hozir chiqamiz, gaplashamiz. Kafilingiz bo'lsa mahalla loyihadan, agar kafilingiz bu yo'q, garov ta'minotingiz bo'lmagan taqdirda sug'urta polisida 12 milliongacha biznesga ko'mak kredit loyihasidan qilib beramiz. Bo'ldi. Uzoq 2 kun ichida kreditingizni hal qilamiz. Men Abduzam Xurshid, Nurli manzilga yashayman. Sizga ham shu moliyaviy yordam berishni xohlaymiz. Xurshid aka, nima maqsadda? Nima qilmoqchisiz? Tadbirkorlikda savdo-sotiq shunday ishlarga. Sizga ham shu mahalla loyihasi yoki biznesga ko'mak kredit bo'yicha moliyaviy ko'makni beramiz. Hujjatlaringizni taqdim qilasiz. Mahalla bankimiz hamda mahalla agentimizga aytib, belgilangan tartibda o'rganib ko'rib chiqadi. Uzoq bilan 1 kun, 2 kun ish kunida ishingizni hal qilamiz. Hech kimda savol va takliflar bo'lmasa, bugungi uchrashuvimizni yakunlaymiz. Vaqtlaringizni ajratganlar uchun rahmat.